Men vinam aytmas-ku sizlarga to'g'ilib qolsang, banday musulmon ye. Men vinam aytmas-ku sizlarga. Bittali qo'y qo'ramizni obunachilar razborkalik hovlida zakaz berishgan. Xudo xohlasa chiroyli qilib yig'ib, boshlamizga yuklab tayyor qilib qo'ydik. Hozir lokatsiya bo'yicha borib, egalariga chiroyli qilib tushirib yig'ib beramiz. Assalomu alaykum, internet tarmog'idagi kuzatib boruvchilar. To'raqo'rg'on Kalvaq qishlog'iga to'rttali qo'y qo'ramiz razborkalik holatda yetib keldi. Xudo xohlasa egalari tekshiryaptilar aka. Qalay qo'y qo'ra? Shakalar gap yo'q. Zo'r ma'qul. Qo'liga yarasha. YouTube'da qanday ko'rganmisan, shu holatda yaxshi. Ochilib yopilishlari, перегородкалari, materiali, tagidagi taxtalarni ham ko'rib tekshirib olavering. Oddiy taxta emas, uni listovaga. Tushunadi. Qarag'ay, terak sasnamas u. Qo'y singanda ishmaydi. Suv paqirda. Bizga qo'yib boqamiz, yana to'qasizlar. Xudo xohlasa, mana bu yerga paqir tushadi, og'ili ham chuqur, hashak to'kilib ketmaydi. Qo'y bo'yni qirib qo'ymaslik uchun vibra qatorga mana перегородка bor, hammasi olinadi. To'rttala tomondan razborka bo'ladi. Tom ham olinadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kerakli insonga bu videoni jo'natib qo'yasizlar. 2 talidan boshlab 5 taligacha esa beraveramiz. Vodiy bo'ylab dastavkamiz besplatniy. Toshkent voha bo'lsa, summasiga summa qo'shiladi.